Tağızını çiçekletip selip yetip kelish oldi turayotgan bayramda bir ailengizni butunlay illatib o'tganingiz bormi? Unda o'z darslik katta Yulduz yurak belgisini bosib mazmunini saqlab oling, do'stlaringizga avatib qo'ying. Oldi bilan qozonga 1 kilo 200 gram suv quyib olgandan keyin 10 gram kabobchini selib 10 minut bo'sh o'tda qaynatib, sovutib tayyorlab olamiz. 1,5 kilogram unga 3 tal tuxum chaqamiz. 120 gram shakar, 180 gram qisha may qo'yamiz. Takshi aralashtirib bir qatim yo'g'irib o'tgandan keyin 550 gram kabobchini suyini quyib, xamirni yo'g'irib tayyorlab olamiz. Yaxshi mazmunlarning ko'proq taqilishi uchun inkas rayini ko'proq gullarni avatib qo'ying, yulduz belgisini besib qo'yishni unutmang. Xamirni yo'g'irib mushalat kelgan vaqtda dasni yepib 10 minut atrofida tindirib olamiz. Vaqt to'shqandan keyin xamirni ambalgalab ravurs ishlab, xamirni pilt qilib olgandan keyin filmda ko'rsatilgan bo'yicha kesib tayyorlab olamiz. Xamirning zuvsini tavlab, munak holatga aklab olamiz. Bir tal dasqa elib, üstünü bir qatam maylab etgandan keyin üstünü bo'shama bilan him o'rab, undan keyin 30 minut atrofida tindirib olamiz. Vaqt to'shqandan keyin xamirni elib, o'tirdan to'shgach tayyorlab olgandan keyin filmda ko'rsatilgan bo'yicha yumaloq jiz qilib tayyorlab olamiz. Yumaloq jiz qilib olgan xamirni bo'shama bilan o'rab, yana 15 minut atrofida bir qatam tindirib o'tamiz. Xamirni lag'ma xamir eshgandek ishib tayyorlab olamiz. Xamirni filmda ko'rsatilgandagidek yo'g'ib olgandan keyin xamirning tomliqini cho'ka tomliqida qilib, sozib tayyorlab olamiz. Orasiga 2 tal cho'kini o'tkazib, filmda ko'rsatilgan bo'yicha sang'izini solishga boshlasak bo'ladi. Sang'izini sag'a vaqtimizda boshda osti tarafini bir qatim qatirib o'tib, 2 tal cho'kidan 1 tal cho'kini qo'yib qo'yib, undan keyin osti taraf qetib olgandan keyin butun tarafini solamiz. Diqqat qilganimiz sang'izni sep bo'lgandan keyin 2 tal cho'ki bilan sang'izni sozib mushalatib pishirsak, sang'iz ham inchga ham chiroyli chiqadi. Mayning temperaturasi normal holatda bo'sh o'tda 5 minutdan 6 minutgacha mayda zalib etgandan keyin sang'iz mushkil holatda churik pishib chiqadi. Bugun oldinglarmi, sizlar bu sang'izni yoqtirdinglarmi? Yoqtirganlar inkas rayoniga Washington degan xatni qoldirib qo'ying. Texnik taomlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bosh betdagi boshqa filmlarni ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi.